Bitta gapim bor Saturnga. Hech kimni eshitma. Hech kimni eshitma. Onangga eshit, onang duosini ol bo'ldi. Nimani to'g'ri deb bilsang o'shani. Kimdir hayotingga aralashadi, to'g'ri yo'nalish ko'rsatmoqchi bo'ladi, o'zini yordamini bermoqchi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ularga quloq soldingmi, yo'nalishingni o'zgartirdingmi, bo'ldi, ertaga seni hech kim eslamaydi. To'g'risi. Sen unaqa zo'r bayesmassan, yorib-yorayotgan yo USC ga da'vogarlik qilayotgan joying yo'q. Sen hozir pul topishing kerak, mediangni zo'r qilishing kerak. Bo'ldi. Odamlar so'kinsan, boshqa qilsan, yutsang hech qanaqa negativ qolmaydi. Misol, do'mbira chalasanmi, boshqa narsa chalasanmi, yutsang bo'ldi. Hech kimni eshitma. Hech kimlarni eshitma. O'zing yo'lingda yur, o'zing to'g'ri deb bilgan ishni qil. Bu gap tagida kitob yozish mumkin. Kitob o'qib berishim mumkin senga. Prosta bu tavsiya o'zbek bo'lganing uchun, yaxshi inson bo'lganing uchun. Bahodir Jalolov gapim bor. 5-aprel kuni chiqqan urgan yutdi.